Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Xudo xolasa Madina Munavvaradan sizlarga salomlar. Madina Munavvarada ko'pchilik o'zi sim karta olishga qiynaladi. Shu sim karta olish muammosini men sizlarga yechimini qilib beraman. Ya'ni har bitta gastinisalar oldidan chiqqanlaringda inshaalloh mana shunaqangi sim karta sotadigan budkalar bo'ladi. Mana Stick, Zayn. Endi kimdirlar yana qaysidir firmani aytadi. Lekin men hozirgi 50 boshimizdan so'rasam Stix firmasiniki yaxshi dedilar. Hozir mana shu joydan biz sizlar bilan birgalikda sim karta sotib olamiz. Ustoz, flyer, yes? Mana inshaalloh kesalaring har xil tilda mana yozib qo'yishar ekan. Ko'rishlaring mumkin. Mana bemalol tanlab ko'rib olsalaring bo'ladi. In Uzbekistonga to'g'ri keladigani Turkiya. Yes? Turkiya. Xo'sh. 2 hafta 23 GB 70 riyal. Menga 60 riyalmi? Skidga, mashalloh. Reklama. Men my blogger in Uzbekistan. Mana 23 GB bor ekan. Mana bunday qilib ko'rsatsam sizlarga mana 23 GB bor ekan. 70 riyal ekan. Daqiqa in Uzbekistan. Daqiqa no. Daqiqa yo'q ekan, faqat internet. Faqat Saudiya ichiga 2 soat vaqt berar ekan. Xudo xolasa ustoz buni 50 riyal. No, the 60. 50 riyal. Reklama mana. In Uzbekistan. Mana orqamdan yana boshqalar keladi siz oldingizga. 50 riyal. No, 60. Mana arablar bilan bemalol savdolashib, gaplashib, savdo qilganlari yaxshi. Bo'pti. Ustoz 5 riyal siz o'tasiz, 5 riyal men qo'shaman. 55 riyal. No. No, 55 riyal bering sim karta. سوي لاج والله يقول لي 55. ايوه. Ustoz, my blogger in Uzbekistan. Sorry. Bering sim kart. Yes, bo'ldi. 60, yes, bering. 60? Yes, best problem. Teşekkür. Visa, yes. Albatta kelganlaringda men ma'lumotini ko'rsatmay, vizalaring bilan kelishliklaring kerak bo'ladi sim karta olishlik uchun. Xudo xolasa in Uzbekistan. Welcome Saudi Arabia. Inshaalloh biz bilan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga 16-Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina yo'nalishidagi reyslarimiz bor. 975 dollardan chegirma qildik. 17 Farg'ona, Madina, 17 Namangan, Madina, 18 Namangan, Jidda 995 dollardan, 20 Farg'ona, Madina, 20 Toshkent, Madina, 22 Namangan, Jidda 1045 dollardan, 24 Farg'ona, Madina, 25 Namangan, Jidda, 29 Namangan, Jidda 1145 dollardan, 27 Farg'ona, Madina 1200 dollardan. Xudo xolasa bizni Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon mustaqillik filiali orqali kesalaring. Mana oddiy misol bizning gastinitsamiz aynan mana shu gastinitsa mana shu gastinitsadan to Masjidul Nabaviygacha mana 100 metr, 120 metr masofada oralig'idagi gastinitsalarga joylashyapti ziyoratchilarimiz. Xudo xolasa kanalimizga kirsalaring, boshqa yana shart-sharoitlar hammasi to'la to'kis ko'rsatib borilgan, ziyoratchilar fikri ham bor. Biz sizlar uchun sim karta olish jarayonini video syomka qilib ko'rsatdik. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun aynan bizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa umra safariga kelmoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Bunaqa butkalarni istalgan gastinitsani oldida topishlari mumkin. Obunachilar mana vizamni berdim, rasmiylashtirib, oddiy mana bu palitga qo'yadiganiga qo'limni qo'ydim. Mana chiqarib telefonimga solib berishdi. Endi xudo xolasa sim kartani ishlatamiz. Shukran. Rahmat. Ana endi biz xudo xolasa keyingi videolarni kutib qolinglar. Xudo xolasa chiroyli sharoitlar, chiroyli narxlar va xalqimizga foydali videolar chiqarishdan to'xtamaymiz.